Nega bu vaksina aynan qizdagi va 12 yoshgacha qilinadi? Agar bu vaksinani 12 yoshgacha qizlarga qiladigan bo'lsak, bachadon bo'yni raki rivojlanishini 87% ga pasaytiramiz. Ya'ni bu vaksinani olgan qizlar 87% ga bachadon bo'yni raki kasalligi bilan kasallanishmaydi. 13% qizlarda bachadon bo'yni raki rivojlanishi mumkin. Bu degani vaksina ishlamadi degani emas. Bu degani vaksina qilishdan oldin bu qizda odam papilloma virusini yuqtirib olganligini bildiradi. Ya'ni virusni yuqtirib olgandan keyin vaksina qiladigan bo'lsak, vaksina samaradorligi tushib ketadi. Odatda 12 yoshgacha bo'lgan qizlar odam papilloma virusini yuqtirib olmaydi. Qizlarning yoshi qancha kattalashgan sari odam papilloma viruslarini yuqtirib olish foizi shuncha oshib ketadi. Bu virusni yuqtirib olgan qizlarga vaksina qilishimiz mumkin va odatda vaksina qilinadi ham. Lekin vaksina samaradorligi past bo'ladi. Ya'ni 87% emas, 80%, 70%, 50%. Bu qanchalik ravishda va xavfli, xavfsiz turidagi odam papilloma viruslarini yuqtirib olganligiga bog'liq.